Har bir kvadrat 990 dollardan novostroyka topib qo'ydim akalar. Podezimizdan ko'rishingiz mumkin. Kattagina podez zalga o'xshaydi. Bu yerda eshikni ko'rib chiqishingiz mumkin. Yaxshi sifatli eshiklardan qo'yib qo'yilgan. Xonadonga kirishimiz bilan chap tomondan sanuzel qismimizda sanuzelimiz samishonli holatda bo'ladi. Kafelardan chiqarib qo'yilgan va o'ng tomonda bizani zal qismimizda, zalda ham o'lchamlari yaxshi, kattagina tashqari qaragan oynalari va chiroylikgina eshiklarga e'tibor berasizlar. Boshqa novostroykalarda bunaqangi eshik kamdan kam qo'yishyapti. Bularda Nurhayot proyekti sifatli uy quyish bo'yicha birinchilardan bo'lib hisoblanadi. Hozirgi kunda bu yerda mana ayollarning sevimli bo'lgan oshxonasi, kafelar qilib qo'yilgan, o'zini kotellarga ega bo'ladi va bu yerdan ko'rishingiz mumkin. Balkon qismimizda kichkinagina balkon qismimiz bor. Bundan ham unumli foydalanish imkoniyati bor. Xonadonimiz ikkinchi qavatda joylashgan bo'ladi. 57 kvadratdan iborat. Va o'ng tomondan ko'rishingiz mumkin bizani spalnya qismimizda ota-onalar yotoqxonasi, ota-onalar yotoqxonasi ham razmerlariga e'tibor berasizlar. Kattagina razmerda, tashqari qaragan o'zini oynalari bor. Ikkinchi qavat eng zo'r zalotoy qavatdan hisoblanadi. Va bu yerda boyi kirib kelaverish eshigimizni. Akalar, xonadonimizda Yangi Hayot tumani Sputnik 16 da joylashgan bo'ladi. 5-bekatga 2 kilometr atrofida yon atroflarimiz maktab, bog'cha, magazinlar bor. Xonadonimiz $1500 so'ralyapti. Qiziqqanlar bo'lsa nomer qoldiraman, telefon qo'yasizlar.